Cho'ntatlaring bo'sh bo'lsa, hatto oddiy salom ham odamlarni sen nimanidir so'rayotgandek o'ylashga majbur qiladi. Qashshoqlik bu shunchaki pulning yo'qligi emas, u shunday bir soyaki aytgan har bir so'zingni iltijoga aylantiradi. Dunyo sening ovozingni emas, balki undagi ehtiyojning og'irligini eshitadi. Qashshoqning salomi shubha bilan kutib olinadi, ammo o'sha salom boy kishidan bo'lsa, uni joziba deb qabul qilishadi. Shu bois erkaklar ochlikni g'urur bilan ko'taradi, ammo sadaqa uchun o'zini xor qilmaydi. Chunki jamiyat ko'zida ehtiyojning o'zi jinoyatdek baholanadi. Kuchsizlik pozitsiyasidan aytilgan haqiqatdan ko'ra sukut ko'proq hurmat uyg'otadi. Ammo mol dunyong bo'lsa, hatto yolg'oning ham haqiqat deb qabul qilinadi. Haqorating donishmandlik, ishtiroking esa sharaf sanaladi. Boylik bu shunchaki hokimiyat emas, u shunday bir niqobki, hatto eng kichik ishorangni ham olijanob ko'rsatadi.